Çekerken tam. Ne oldu? Hiç yok şu zükam tekip kaptıken. Şunun qoma közemsel qızarıp qaptı. Qara Ufkam, men degancha sening ocham. Sen nemish bo'yatdi, men hammen bilib turman. İşte makanın 100 ming qo'y pul var, makan pulni ilib qara, balangda olib qil. Bo'ldi acha, pulni shinal qilib bo'ldim. Voy, nereden qanday qilding? Şu dadamdan qolgan o'ylarimni, bog'larni hammasini setib etdim. Bu işte ma pulni ilib qara, ma uylarni, bog'larni hamma qaytarib olgin. Bo'ldi acha. Endi hujjatni bitish bo'ldi. Men degan er kishiligini gipimni yeni olsam yaxshi bo'lmaydi. Avval balam bir saqaysa, uy degandan keyin sil olaman. Bo'ldi, men doktorxonaga boray. Haris o'sha birdan chiqib turaman. Anvar kam bir narsa olgandim, men hozir chiqib turay. Acha, bu Yaponiyadan import qilingan uruqlatish mahsuloti ekan. Buni Anvar kamga olgandim. Buni Anvar kamga olgach qolgan. Hech bir unumini ko'rib qilmoqsin. Ham bu mahsulotmi shu har xil ziyoda semizlik, qavziyat sababidan samirib ketgan, undan keyin qanig'ima yutib olgan sababdan samirib ketgan, yana shu uruqlatish dorisi, qalayim qo'rimliq dorilarni ko'p yeb, samirib ketgan, tug'utdan keyin samirib ketgan, har xil shu semizlik ahvollarga shunda baki yaxshi manfaat qildi ekan, shunda baki yaxshi uruqlatdi ekan. Bir aydan ichida 6 kilodan 15 kilogacha bexatar sog'lom holatda uruqlay olasiz deb shunda deydi. 4 kungacha unumi ko'may qolsa pulni 100% qaytarib beramiz deydi. Mushuni Anvar kam bir ichib baqson, hamda semizlikning dardini mojih tatib ketdi. Ichib bir unumini ko'rib qilib baqson, mahsulotning unumi raslan bak yaxshi ekan. Ay Ufkam, rahmat sana. Hech qis yo'q. Hamda Anvar kam necha vaqtdan buyon semizlikning dardini mojih tatib ketdi. Ishmagan mahsulot qolmadi. Shuni oldim. Bo'ldi, sen bu uyanga qaytgan. Men asta doktorxonaga borib, balamni bir yo'qlay. Ay, men sen bilan bilib boray. Haqdan yengimiz yig'layib holdan ketgandi. Sen bilan bilib berib, Allohni yo'qlab kelay. Qara Ufkam, ma mahsulotniki aloqalash numarasi topagina, ma tuyib ketib qolsa, Anvarga o'zim yana aytib beray. Ha, ma'qul. Shu xotandadan birsiniki batdi, men sen aytib beray. 181 99 38 61 51. Ha, bo'ldi. Ashni o'ngaram yo'lab qo'yaymi? Ma'qulmi? Evet, qo'y. Ma'lum qilsa. Ma'qul. Bu misal pinincha ziba 61 51 deb undidor qo'shib setib olsang bo'ldi ekan.